Bizlar nimagadir asfalt qilib berdingizda, lekin asfalt emas, trotor qilib ber deyish kerak. Biz mashinani o'ylaymiz, lekin trotor yurish kerak-ku. Bu qani gapirgan işte ko'chani ham trotor qilish. Ha, bormi yo'qmi bizlar planda? Yo'q, ha? Necha kilometr ko'cha? Mana shu yerdan birgacha chiqsa 2 kilometr chiqadi. 1 kilometr. Oting nima sen? Dilmurod. Dilmurod. Seni starshi prorab qilamiz shu yerga. To'xtab tur-ey. Qishloqni bilasizmi? Ashani bor. Ha, qishloqni bilasizmi? Seni prorab qilamiz. Hisob kitob qilasan. Necha pul kerak shunda? Necha tonna sement kerak? Necha mashin qum kerak? Qumni necha pulga olib beradi shopirlar? Shuni hisob kitob qilib, hammasini olib kelib beramiz. Bir yengshi barib rais bilan shuga bitta ana qilaylik, o'zimiz hashar bilan. Bo'ladimi? Energ material bizlarda. Ishchi kuchi sizda. Ovqat bizda bu bitta qo'y so'yamizdagi. Qachon o'zimizdan chiqadi? Bo'ladimi? Mahallaga ovqat qilamiz. Birga qilaylik bitta. Planda yo'q ekanda chunki. Planda bor deyish. Yo'q ekan. Yo'q, aldagan. Hamma aldar ekan. Ha. Men aytaman, to'g'risini aytib ketaman deyman. Yo'q, planda yo'q. Shuning uchun birga qilaylik deyaptilar. Shu asvishini. Plus asvishinasini qilib ketamiz. Ana solnishnisi bilan. Aha, shundoq. Hokim bu asvishinasini qilib beradi. Faqat bizni qutqaradi nima? Bilim. Maktabda yaxshi o'qish, yaxshi ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, shuning hisobiga bolalarimiz bizni olib chiqib ketib qoladi. Kim bolalariga investitsiya qilsa, kim bolalarni o'qitsa, o'sha odam obro'li bo'ladi ertaga. Odamlar qo'lida ko'tarib beradi. Shuni otasida deb. Agar bolasiga investitsiya kiritmasa, uni ham kambag'al qilib qo'ysa, u tashvish olib keladi u bola. Shuning uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi, farzandlarimizga bilim berishga o'qitishimiz kerak. Farzandlarimizga birga maktab dars qilishimiz kerak. O'zimiz kallamizni ishlatmasa ham majburlashimiz kerak. Oldimizda shu narsa turibdi. Boshqa yo'limiz yo'q.